Assalomu alaykum hammaga. Bu mashinamiz buzilib qoptilar bu yoqda. Aylanib o'tishga to'g'ri keldi. Hozir. Xullas o'tib oldik mana. Barchaga assalomu alaykum. Bahor fasli birinchi kunda turibmiz. Barchaga muborak bo'lsin. Xudo xohlasa mana endi jarayonlar tezlashib ketadi. O'qishda, ishda, turli yumushlarimizda, sababi baribir bahor insonga o'zgacha energiya baxsh etadi. Men ham o'zi ko'p post qo'yar edim. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, shu oxirgi 2-3 oyda juda kamdan kam holatda post qo'ydim. Sababi shuki, qish davomida men bir o'qish bilan band bo'ldim. Hozir davom etyapti, ya'ni turk tili bilan. Bilasiz, bugun O'zbekistonda ta'lim tizimida tayanch oliy ta'limni egallaganingizdan so'ng, ya'ni oliy ma'lumotni olganingizdan so'ng, uni davom ettirish uchun keyingi bosqich magistratura. O'sha magistraturada albatta o'qish uchun siz davlat tomonidan belgilangan normalar asosida sertifikat taqdim etishingiz kerak darajasi bo'yicha. Mana ham shu o'zim maqsad qilgan o'qishimda o'qish uchun albatta bu sertifikatni berish talab etiladi. Darajasi B2 yoki bo'lmasam kamida B1 daraja. Ayni paytda shu o'quv kursiga qarab ketyapman. Ya'ni bugun yakshanba bo'lishiga qaramasdan konuşmamiz bor. Ya'ni bu o'zbek tilida gapirish ko'nikmasi bo'yicha nutqimizni rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus o'quv kursi. Adizvan o'quv markazida turk tilini o'rganyapman. Toshkent shahrida albatta. Bu o'quv markazidagi ustozimizni endi Xudo xohlasa natijalarga chiqqandan keyin o'zi post qo'ymoqchi edim. Baribir yetib o'tmasam bo'lmaydi. Aziz Levent yosh bo'lishiga qaramasdan ko'p narsalarni o'rgatyaptilar. Ustozimizni ko'rsatmalariga amal qilib levellarni sekin-sekin rivojlantirib boryapmiz. Xudo xohlasa aprel oyida imtihonlarga kirib chiqish rejalashtirganman. O'tib olsam, albatta sertifikatni qo'limga olib, bu yil magistraturaga qarab yo'l olaman. Duoda bo'lib turasizlar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.